Cungudu alakadar tarafla. Leksiyimizde başlayımız, hürmetli vatandaşım. Amerika Harbiy Parxotining G'arbiy taqim arallığa kiregellik cevap qaytırdı. Mavzulu haber 2 ayının 1 günü. Amerika Ovozining Xitoy Tel programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Amerika Deniz Armiyasining raketa o'rnatilgan qo'g'lug'uchi parxoti haftaning 6 kuni Janubiy Jungo dengizining g'arbiy taqim orollariga 12 dengiz miligacha ishkirlab kirdi. Jungo hukumati bu voqeaga mundaq javob qaytardi. Amerikaning bir dona harbiy parxoti Jungoning qonuniga xiloflik qildi. İxtiyari holda Jungoning dengiz tabaligi, ya'ni g'arbiy taqim orollarga kirdi. Jungo ciddi agahlandırış berip qaytırıp etdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Bu qatimqi bu vaqa Jungoning dengiz tabaligida yuz berdi. Jungo Amerika munosabatiga salbiy natija paydo qiladigan eng og'ir vaqa deb hisoblaymiz. Bu vaqa Amerika tarafından Jungo harbiy ishlarda zamonaviylashgandan keyin paydo bo'lgan strategik kuchi va g'arizidan Jungoning g'arizidan gumonlanganligini, andish qilganligini aks ettirib berdi deb ko'rsatdi tahlilchilar. Jungo Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Yang Jun suhbat bayon qilib, Amerika harbiy parxotining 1-ayning 30 kuni g'arbiy taqim orollar dengiz yuziga kirganligini dalilladi. Bayonotchi mundaq ko'rsatdi. Amerikaning raketa o'rnatilgan qo'g'lug'uchi parxoti Jungoning qonuniga xiloflik qilib, ixtiyoriy g'arbiy taqim orollarga bosib kirdi. Jungoning qo'g'dash qismlari va dengiz armiya harbiy parxotlari darhol harakat qo'llanib, Amerika harbiy parxotlarini farqlantirib, dalillab, darhol bu yerdan ketishga ogohlantirishmadi. Bayonotchi Yang Jin mundaq ko'rsatdi. Amerika munosabatli qonunlarni aniq bilib turgan ahvolda harbiy parxot avatib Jungo dengiz tabaliga kirdi. Bu harakat maqsadlik ig'vogarchilikdir. Jungo Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi yana mundaq ko'rsatdi. Amerika qandaq ig'vogarchilik qo'llanmasa, Jungo armiyasi barliq zaruriy vositalarni qo'llanib, davlatning egilik huquqi va bexatarligini qat'iy qo'g'daydi. Wall Street gazeti haftaning 6 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bu Amerika tarafining Jungoning bu rayon tavalligida dengiz okean huquqiy tashabbuslariga yana bir qatim xiris e'lon qilgan harakatidir. O'xshash bir kunda Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyun muxbirlarga bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy parxoti aloqador Jungo qonunlariga xiloflik qilib, Jungo dengiz tabaliga ixtiyoriy kirdi. Jungo taraf qonun bo'yicha nazorat qildi va gap yetkazdi va aloqador taraflarni yetkazdi. Bayonotchi Hua Chunyun mundaq ko'rsatdi. Amerika tarafından Jungoning qonunlarini hurmat qilib, qonunlarga amal qilib, Amerika Jungoning o'zaro ishonchga foydali burayinning tinchligi, muqimligiga foydali ishni qilishga haydakchilik qilamiz. Amerika armiyasining harbiy parxoti Janubiy Jungo dengiz tabaliga kirishdan avval hech qanday uqtirish qilmadi. Amerika davlat ishlar kotibi John Kerry Beijingni ziyorat qilib, Beijing taraf bilan Janubiy Jungo dengiz masalasini, Chavshan yadro qurollari masalasini to'g'risida muhokama suhbat elib berib, oradan 3 kun o'tmayli bu ish yuz berdi. Demak, davlat ishlar kotibi John Kerry Beijingni ziyorat qildi, yuqorqi masalalar bo'yicha muhokama elib bordi. Oradan 3 kun o'tmayli bu ish yuz berdi. Mana bu jumlaga diqqat qiling vatandoshlar. Zhongjian orli g'arbiy taqim orollarining g'arb tarafiga, Tayvanning janubiy g'arb tarafiga, taqim orollarining g'arb tarafiga, janubiga joylashgan Vyetnam bu orolga egilik huquq borligini da'vo qildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Davis mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi harakat
Amerika ve başka devletlerinin hukuk menfaati ve erkinlikini çekleyen deniz təbəlligi doğrusunda ortuqca igilik hukuk ilan kılgan bayanatlaga xırs kılış hareketidir. Herkes territoriyaga alakası yok dep görsetdi Amerika Devlet Müdafiasının Ministeri Deyis Efendi.